Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga ikkita Damas video obzor qilib ko'rsatamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan va 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz bor bugun sotuvda. Xo'sh, bizlarning manzilimiz shu Samarqand shahar Sagdiana yangi yo'lda. Kelib ko'rib bemalol savdolashib olaverasizlar. Xo'sh, 2022-yil Damasimizni kraskasi 100% toza. Most korobkalari yaxshi holatda turibdi. Salonlarning ichlari. Mashina tayyor holatda. Yurgan probegi 94 ming ko'rsatyapti. Obshivkalari qilingan. Torpeda chiqovlari ham qilingan. Mashina tayyor minishga. Kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Bu mashinamizni hurmatli obunachilarimiz barter asosida savdo qilsalar ham bo'ladi. Barterga yili 2000-yildan yuqori bo'lgan Damaslar bo'lsa, barterga hisoblab olamiz. Boshqa turdagi mashinalar shart emas. Keyin misol uchun nasiya savdoga qiziqgan aka-ukalarimiz bo'lsalar agar, oldindan $3000 pullari bor aka-ukalarimiz bo'lsalar agar 6 oygacha nasiya savdo qilib bera olamiz. Xo'sh, mashinamizni bahosiga keladigan bo'lsak, $6700 baho qo'yilyapti. Shundan bari kelishtirib o'zimiz o'tib beramiz va undan tashqari 4 ta yangi balon o'rnatib beramiz. 4 ta yangi balon. Oborib, ko'rsatib, tekshirib, bemalol maza qilib minaverasizlar. Xohlasanglar avtokreditga olinglar, xohlasanglar nasiya savdo, barter hammasi mavjud bizlarda, kelaverasizlar. Xo'sh, keyin navbatdagisi 2007-yil Damasimiz bor. Bu mashinamizning kraskalari ozmoz bor, bu petnolari bor, xullas. Tayyor mashina bu ham. Uchlik balonlari o'rnatilgan, yangi. Mana salonlarning ichlari. Tayyor mashina. E'tibor bersanglarga, mana shu stoyka kantashkalari ham butun o'ziniki yorilmagan. Mashina tayyor holatda. Xo'sh, bu mashinamizni 50 million so'mdan kelishtirib beriladi. Ko'p joyi lekin radnoy shuni. Mayda-chuyda 2-3 ta joylariga petnolari bor, lekin ko'p joylari radnoy kraskada turibdi. Xo'sh, keyin 2011-yil Damas bor. Buni bir kecha video obzor qilgan edik. 2011. Bu mashinamiz ham tayyor. Salonlarigacha bo'lmasa taxlangan tayyor mashina. $4500 dan kelishtirib beriladi. Manzilimiz shu Samarqand shahar Sagdiana yangi yo'lga kelsanglar, xudo xolisa mana shu mashinalarimiz bor. Hurmatli negativchilar. Iloji bo'lsa bitta narsani shu ko'rmagan bo'lsangiz, yo bo'lmasa boshingizdan o'tmagan bo'lsa agar, darrov negativ fikr yozishni hojati yo'q. Bergan misol uchun tersini aytganda, hozir 6700 mana shu mashinaga o'zi baho qo'yilyapti-da. Bozorda 23 beryapti, 24 beryapti deyotgan bunlar bo'lishinglar ham mumkin-da oralaringizda. Bu mashina yonbosh tashagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bir hujjati yo'q mashina bo'lishi mumkin. Mana shu mashinani o'zi bizlar ham mana nomeri joyida turibdi-da, mana egasi ham ko'rib turibdi. Misol uchun nech pulga olingan, nech pulga sotilyapti. Shuni negativ yozishdan oldin sal o'ylab, fikrni bir joyga qo'yib, ko'rmagan ishinglarga noto'g'ri fikr bildirish lekin yaxshi emas. Mana bunisi ham xuddi shunday mana. Egasi misol uchun shuni ham ko'rar. Yozishdan oldin e'tibor berib yozish kerak. Bunisi 2011. Ana shu mashinani bizlar to'g'rirog'ini aytganda 43 million so'mga olgan. Mana shu mashina salkam 10 million rasxod bo'lgan. Diska, balon, salon, usti haqqi, mayda-chuyda ikir-chikirlari bilan bu negativ yozishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Misol uchun mana shu mashinani oldingi taxlanmagan holatiga sizlar ko'rsanglar, misol uchun omar edinglar shu mashinani. Kimdir endi taxlangan mashina ma'qul. Hamma ham misol uchun shu o'zini eski holicha 43 million so'mga o'sha puliga masalan hamma ham olavermaydi. Ko'pchilik tayyor mashinani olib minishni xohlaydi.
olgandan keyin ustoga borib taxlashga vaqtim yo'q deydigan xaridorlarimiz ham bor-da baribir. Hamma ham misol uchun mana shunday taxlamagan mashinani olib minolmaydi. To'g'ri tushunasizlar. Hay, mayliyani o'zinglar bilasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Manzilim shu Samarqand shahrida, Sagdiyanada.